Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 2-oyning 24 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim hozir. Aslida buni tunugun qilishim kerakdi. Tunugun jiddilashib ketib xizmatda vaqt chiqarmay qoldim. Shuni bugun qildim. Men odatda imkon bor juma kuni qilaman 2 haftada bir qatim. Eğer cuma günü kılamaya kalsam, şembe günü kılaman. Eğer şembe günü kılamaya kalışıp kalsa, ben sizlerge çoğun bir uçuru bir koyman. Matı kılamaydıgan bulduğum degandek. Şuna bir kısım qarindoshlar ansirab kaldı ekan, cuma günü çıkmasam. Herhalde şembe günü saqlasanlar buludu. Bugun so'zlaydigan jami 5 mazmun bor. Uniki birinchisi Uyg'ur Project Fondining ishtirokida. Xabarlarda bor, biz bu yilmi Istanbulda 20 siya degan faoliyatni qilmoqchi. Hozir qadar bizga 33 parcha abstrakt kap bo'ldi. Yana 7 nafar qarindoshimiz mushuna oyning oxirigacha abstraktni yo'llab bo'lganligini bildirdi. Bularning hammasiga ko'pdan ko'p rahmat. Bu oyning oxiriga yana 5 kun qoldi. Bu oy qisqa ekan, 29 kunlik. Shunga Müşni o'ylayotgan qarindoshlar bo'lsa, ikkilanib qolgan qarindoshlar bo'lsa, vaqtni chin tutib abstraktni yo'llanglar. Bu millat uchun xizmat qilishning bir yaxshi usuli. Bo'libmi hozirgi davrda o'zimizniki bilimini taqdim qilib millatga ozroq bo'lsa-mu millat uchun xizmat qilganimiz yaxshi. Shunga o'lishga qilsanglar bo'ladi. Bugun deydigan yana bir xabar, Yevropadan bir qarindoshimiz Uyg'ur Project Fondiga $150 iyon qildi. Bu qarindoshimiz har oyda degidek iyon qilyotdi izchil turda. Shunga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bugun so'zlaydigan ikkinchi mazmun Uyg'urlar haqidagi xabarlar. Mana saltib turaman bir kishi, o'sha o'ylayman bir narsa chiqib qotadi miyada. Yaqında Uyg'urlar haqida bir qism muhim xabarlar bo'ldi. Uniki birinchisi xabarlarda bor. Yaqında Myunxenda xalqaro bexatarlik yig'ini ochildi Myunxenda. Buningga Dunyo Uyg'ur qurultayidimi bir qancha qarindoshlarimiz qatnashdi. Dolqin Aysa boshchiligidagi. Hamda Dolqin Aysa inimiz shu yig'in jarayonida Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi urush, Falastin bilan Isroil o'rtasidagi urush mushlarga yondab turib, Uyg'ur masalasini o'tirg'a chiqdi. Savol-javob qismida bu qolgan ahvollarni, urushlarni muhim deb qaratdilar. Hozir Uyg'urlarning beshiga qanchalik shunchalik muhim, buni qanday qaraysan degan narsalar bilan ish qilib, mushu yig'inda Uyg'ur masalasi yana bir qatam o'tirg'a chiqdi. Bu bir yaxshi ish endi. Davomli mushta qilib turishimiz kerak. Bizning beshimizga kelgan irqiy qiyinchilik oxirlashmaydi. Vatandagi zulm davomlashyapti, eg'ilishyapti. Bo'libmi Uyg'urlar bag'an sari yo'qolib ketish xatiriga qarab ketyapmiz hozir. Boshqa mushta vaqtlarda Uyg'ur masalasiniki shunday cho'ng xalqaro so'rinda o'tirib chiqishi nihoyat muhim. Birinchidan, ikkinchidan mushundaq bir cho'ng xalqaro yig'inga Uyg'urlarniki vakili, Dunyo Uyg'ur qurultayiniki vakilimi chaqirilib, o'sha yig'inga qatnashtirilishi nihoyat muhim ish biz uchun, nihoyat xush xabar ish endi. Dolqin Aysa bu qatim bir qism davlat rahbarlari ko'rishdi. Masalan, meniki bilishimcha nishida Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bor, burungi Amerika tashqi ishlar ministri Kerry xonim bor, uning bilan ko'rishibdi bu qatim. Ishqilib nihoyat bir cho'ng ahamiyatli faoliyat bo'ldi. Anındaki ikinci çoğun haber ihtimal etsem anlatılan yakında vatanga intayin qattiq soğuk hava afeti geldi. Soğuk hava bilan qum tozan bo'rini ikkisi tang chiqib ajoyib ishlar bo'lib ketdi. Bo'libmi ba'zi yerlarda temperatura 0 dan tuvan 52 gradus bo'libdi. Odatda 0 gradusda sovuq tonlaydi. 0 gradusda su muz tonlaydi.
10 gradus, 0'dan tuvan 15 gradus bo'lib qolsa, agar tilingizni tadagi bir tumirga yaqsangiz, tilingiz shu vaqtda to'lab qoladi, chaplashib qoldi tumirga. Ashta darajada sovuq endi. 0'dan tuvan 52 gradus degan ajoyib qattiq sovuq endi. Bizim vatanda mustaq afat yuz berdi. Uning oldingi necha haftaning ichida bu ishlar Xitoyniki janubiy qismida yuz bergan. Keyin bu bizim vatanga ko'chib kelib, bizim vatanda yuz berdi. Hozir Xitoy davlati ichida mushtaqaligi favqulodda havo klimati xuddi bir odat kishidek aylanib qolib turibdi. Davomli u yerda cho'ng ishlar bo'lib turibdi. Hozir Xitoyniki Jilenyu, Nanjing degandek natijalarda intan ko'plarda o'tlar kuyotdi hozir. O't afti bo'lib degandek. Ajoyib ishlar bo'lyapti bizning vatanga mushtaq bir sovuq havo kiribdi. Bu havodan nurg'un chorvalarning o'lib ketgani, qushlarning o'lib ketgani haqida rasmlar chiqdi. Ammo shu odam qanchalik zaxmlandi bu jihatda hech qanday uchur yo'q. Hech kimga erishamadik. Bu jihatga Xitoy tashkiloti bo'lsa o'zini maqtab, shunday cho'ng bola afat bo'lsa-mu biz hech qanday odamlarning o'lib ketishiniki, odamlarning o'lib ketishini oldini oldik bu deb ashta tashkilotlarning quvvatida bo'lar. Bu haftadagi 3-cho'ng xabar o'sha 20 fevral kuni İstanbulda 6-7 kishiniki tutilganligi e'lon qilindi. Bular Xitoyga ishlaydigan josuslar ekan İstanbulda, Turkiyada. Hozirga qadar buniki ikki Uyg'urniki ismi oshkorlandi. Qolganlariniki millatnimi ismini bu jihat uchurlarda yo'q. İkisi oshkorlandi. Endi bu jihatdagi xabarlarni taratqulardan ko'p ko'ryapsizlar, shu bu to'liq ko'p to'xtalmayman. Bu bir cho'ng xabar bo'lg'achqa yaqin chiqqan, men tilgab qo'ydim. Endi 3-mazmun degan so'zlaydigan vatan haqida. Menga yaqinda vatandan kelgan uchur, bu vatandan kelgan ba'zilarniki deb berishicha, hozir lagerga kirib ketmagan Uyg'urlarniki 70%da kishilar hozir xomushlik yoki tushkunlik kasalligining dorisini yeb yashab o'tibdi. Buni nima, endi bu sonliq ma'lumot, bu bir ilmiy tekshirish bu narsani natijasi bo'lmag'achqa bunday farazlar o'tirib qo'yilgan narsa. Shunga 70% degan sonning o'zining qiymati cho'ng emas. Lekin bu nimani ko'rsatdi deganda hozir vatanda turma lagerda emas sirt turayotgan Uyg'urlarnikimi tangdan to'lisi mushtaq xomushlik, tushkunlik kasalligiga giribdor bo'lib dariyab yashab o'tibdi degan gap endi. Bu bizniki başımıza kelgan fojialarniki bir namoyandasi bu ishlar bo'lib turibdi. Ondan keyin menga kelgan yana bir xabar, yaqinda Uyg'urlar kam ko'lamda Sanya shahriga ko'chyapti degan xabar keldi. O'sha ko'chib shahar urilishib, o'sha yerlashib, o'sha yashayapti deb. Asosligi vatandagi zulmdan qutulish. Vatandagilar kech-kunduz qachon qutulib ketamankin deb o'sha andishda yashayotgan bo'lg'achqa Müş endişini qutulib ketay deb ishkirga ko'chib ketadigan ahvollar bo'lib turibdi. Bu Sanya degan shaharga. Buniki kulimiz adı qanchalik bu jihatda aniqsa yo'q menda. Agar buni bildigan bo'lsa, men deb qo'ysanlar, men buni mush video orqali qolganlarga yetkazib qo'ysam bo'ldi. Chet eldagilarga. Undan keyin yana bir xabar menga kelgan. Hozir Uyg'ur korxonchilardan Sichanniki Chengdu shahriga ko'chayotgan ahvol monati eg'ir ekan. Ashaga berib, shu yerda shirkatni shu yerda qurib yoki shirkatlarini shu yerga yetkazib, ashada tijorat qilayotgan ahvol. Bumi vatandagi Xitoy zulmidan qutulish uchun qilayotgan ish endi. Xitoylar vatanda ashunchalik eg'ir fojialik ahvolni barpo qilib, undan keyin Uyg'urlarni boshqa ishga Xitoy o'lkalariga ko'chishga majburlab, shu orqali vatandagi Uyg'ur nüfusini shalonlashtirib yo'q qilib o'tish. Bu bir Xitoydagi cho'ng strategik plani mening farzimcha. Men bo'yicha nimaga yozdim? Twitterga yozdim inglizcha. Xitoydagi cho'ng planining bir qismi bu. Hozir shu ishlar yuz berib turibdi. Sharqiy Turkistonni Uyg'urlar yashayolmaydigan bir zaminga aylantirib, odamga Uyg'urlarni boshqaga ko'chirish. Shu orqali Sharqiy Turkistonda
Uyg'urlarniki soni intayin oz songa qochib qolgan bir holatni shakllantirib shu orqali tadrijiy yo'q qilib o'tish bu xitoyniki strategiyasi deb o'ylayman. Mush jihatlarda agar sizlarda yana ko'proq uchurlar bo'lsa manga yetkazsanglar, men kelar qatimliq videoda chet eldagi qarindoshlarga yetkazib qo'ysam bo'ladi. Endi 4-mazmun bo'lgan so'zlaydigan Amerika xabari. Amerikaniki siyosati yenilangan intayin echinishliq bo'lgansiri buzilyotadi. Amerikan sistemasida da cho'ng buzilish yuz beryotadi. Odam chidab turolmaydi, ishingiz kelmaydi, ko'ziga quloqiga ishingiz kelmaydigan ahvollar yuz beryotadi. Hozir endi aslida Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchiligi, Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur fojiasi dunyoniki diqqatini hozirdan bexaq tortish kerak edi. Lekin yaqinda dunyo xarakterlik axloqiy o'lchamlarniki, adolatli o'lchamlarniki buzilishi tufaylidan bizga nihoyatda salbiy ta'sirlar bo'lyotdi hozir. Buniki bu jihatda Amerika hali boshlamchi hozir. Mana shu siyosiy tuzumlarning buzilishi, axloqiy o'lchamning buzilishi, adolat o'lchamining buzilishi degandek. Açlıq sebeplerden Rusya Ukrayna'ya hücum kıldı. Palestin İsrail'e uğraşları buvatıdı. Yine yeni uğraşlarının kelip çıkış ihtimallığını buvatıdı. Çıkıp bu münasebetlik. Bu yerde emin sözlep olmaydı. Ben Amerika'nın haberlerini her günü tulup görmeymen hazır. Arlap kırıp koyman. Demişki degende pek içini sıkıdan çidatı olmaydı. İşte bu başka arlap kırıp koymastaki bir misalını depre hazır. Donald Trump çöre degen aldı. Hazır Donald Trump'ın üstüde 15 tek arz var. 15 tek arz var. Onun atılgan tölemniki miktarı 990 milyonga bağlı. Hazır 990 milyon dolarga. Ben şularniki bir misalını göstereyim. Amerika'da qanday qilib bu siyasi har xil qonuniy sistemlar siyasi qurolga o'zgarib qolganligi haqida. Bir ayol bor ekan, Jean Carroll degan ayol. Bu ayol 2019 yılı bir maqola e'lon qilib, New York magazinida, New York jurnalida bir maqola e'lon qilib, meni 1995-96 yilları bir çoğun kiyim dükkanının kiyim almashtırdıgan uyida Donald Trump bana basqıcılık qilgan degan bir narsani pash qilibdi. Pash qilgandan keyin 30 yillarni oldiga gap endi. Bir cho'ng kiyim sotadigan do'konninki kiyim almashtiradigan uyning ichida paraz qilib pasanlar bo'ladi. Aql o'yishi sal joyida odamlar bundan narsaga ishonmaydi endi. Kiyim almashtiradigan uyning atrofida odamlar bor. Qancha bir odamniki bosqinchilik qilgisi kelib ketsin, unday ham tanlamaydi odatda. Donald Trump nima qildi deb buni mushtaq bir narsani otib Donald Trumpga sudga tortaman degan. Buni anglagan Donald Trump, men bu ayolni tunimayman, u bir yolg'onchi, liar, bu bir yolg'onchi ekan, tunimayman, men umrimni ko'p boqmagan degan javobni berdi. Javobni bergandan keyin bu ayol yana arz qilib, Donald Trump meniki nomimni buzdi, men qarchaplab, men nomimni buzdi deb yana qayta arz qilsa, suddan Donald Trump'ni bu ayolniki nomiga ziyonkashlik qilding, sen ziyon solding, shunga uning 83 milyon dolar pul to'laysan deb kasdi Donald Trump'ga. New York shahri demokratik shahar, Demokratlar partiyasi egallab ketgan bir shahar. Uniki nima, shtatning boshlig'i, shaharning boshlig'i, cho'ng bosh sotchi hammasi shu demokratlarga ishlaydigan haqlarni. Hozir demokratlarniki bir plani, taktikasi Donald Trump'ni bu yil 11 oydagi prezidentlik saylamidan burun saylamga qatnasha olmaydigan qilib etish. Ashtaq bo'lganlik uchun mushundaq narsani qilyotdi bular. Intay paskana odamniki aqlidan o'tmaydigan ishlar Amerikada yuz beryotdi. Mana bir misoli. Bundan boshqa ajoyib ishlarmi bor. Donald Trump'ni burun bankini qo'llab, o'ziniki sotib olmoqchi bo'lgan uyiniki qiymatini o'stirib olib, ashta qarz olibdi ekan. Shu qarzniki o'simini to'lash kerak deb chiqdi. Shu New York shtatiniki sotdi endi.
chiqqanda u banka deydi bizni hech qanday qilmaydi hamisha normal desa yo'q u qildi ashuna o'simini to'lash kerak deb Donald Trump o'simini bizga to'lash kerak New York shahriga to'lash kerak deb mana shunaqa narsalarni o'tirib chiqaryotdi chiqilib yuz berayotgan ahvol bu Amerikada yuz berayotgan ahvollarga odamning ishongisi kelmaydi shunday bir ishlar bo'lyotdi mush ahvollar Uyg'urlarniki davosimi zo'r darajada salbiy ta'sir ko'rsatyapti hozir dunyo siyosatida ham shundoq ma bir misolni deb qo'ydim man sizlarga bundan jiq degim yo'q yaqinda chiqqan Amerikada ichida chiqqan yana bir cho'ng xabar Joanji degan bir Xitoy ayolniki o'lib ketish xabari bu Joanji kim u desanglar bu bir Tayvanlik er-xotin bor bu bütün Xitoyniki parxod qatnash sanoatiniki xo'jisi shuni egallab olgan odam bu odam ayni vaqtda Joshi Chang degan Xitoy ekan Joshi Chang degan Xitoy Jiang Zemin bilan birga Shanxay joyda o'qigan ekan savodashgan shuning foydasi bo'lgan bo'lishi mumkin Jiang Zemin Xitoyni boshqarayotgan vaqtida bosh sekretar bo'lgan vaqtida bu Xitoyning bütün dengiz qatnash to'shish san'atini qo'lga olgan ekan intayin boy buni 6 qizi bor ekan bu Joanji degan eng kichik qizi bu Joanji degan qizimi hozir Xitoyniki bir cho'ng bankisiniki boshlig'i endi Xitoydagi ammo o'zi Amerikada yashaydi bular bu ayol yaqinda Texas degan shtatda o'lib ketdi o'lib ketgandan keyin dastlabida buniki o'limini Xitoylar oldida deklarat qildi Xitoyning ichida deb bu bir qizil chiroqda Amerikaniki bir shu Texasniki bir qizil chiroqda saqlab tursa bir cho'ng mashinaki deb urib o'ldirib qo'yibdi deb ashta xabar qildi ekan dastlabda keyin undan keyin bu kechasi mashinada ketib ko'chib ketib o'libdi degan xabarlar chiqdi hozir buni har xil farazlar chiqib oxirida bu ayolniki ochisiniki uy joylashgan bu yerda ranch deydi Texasda nurg'a odamlarniki necha yuz ming yeri bor ashta yerlarda kalım boqidi boshqa narsalar bor uyim bor shunaqa ma ayolniki ochisiniki uyi ashta bir yer ekan shu ochisiniki shu uy joylashgan yerda 2 ko'l bor ekan kichik ko'l shundan birisiga tushib o'libdi degan xabar chiqdi endi buniki ba'zi videolarni ko'rganlar qanday ahvol bo'lganligini dedi u kecha soat 12 dan oshgan vaqtida bu ayol mashinasini haydab orqaga yondirib intayin tez surat yondirib ba'zi bir to'saqlar bor ekan unindimi buzib o'tib ko'lga tushib kichik ko'lga mashina cho'ktiradigan ko'l ekan endi shu yerda o'lib ketdi endi bu yerga muhim narsa bu Joanjiniki ochisi Jo Shaolan degan ayol hozir Amerikaniki bir ministri hozir nima bu deyman qatnash ministri bu burun emgak ministerligining ministri bo'lgan kimninki vaqtida Trumpning vaqtida buning ochisi ashundoq buni ochisidagi eri Amerikaniki senatdagi republik jumhuriyatchilarniki boshlig'i Mitch McConnell degan kishi Amerika senatoridagi jumhuriyatchilarning boshlig'i bu mushtaq kirishib ketgan haqlar shunga bularniki Xitoy bilan bo'lgan munosabat intayin quyuq Xitoy uchun ishlaydi bu ikki qizlari 6 qizi bor ekan 2 qizini biroz bilindi odatda qolgan qizlar nima ish qildiki o'qimayman men ashuna qilib bu bir cho'ng voqea bo'lib hozir Texasniki saqchilari zaten nim bo'lgan bu o'limning sababi nima buni oshkorlamadi ular jin turayotdi nima deganda bu cho'ng yoki bir taqildigan bo'lganligi uchun ashnalardan haqlar har xil taliqotdi ishqilib bu ishlar yaqinda Amerikadami cho'ng xabar Xitoydami cho'ng xabar amiyada anglaysizlar bu gaplarni Joanjiniki o'lganligi uniki ochisi Jo Shaolan ochisiniki eri Mitch McConnell degan kishi qayerdan bu odam
Josh Allen'dan 20 yaş çoğ. Bu singisi Joanne dastlabda bir boy Amerikaga tegib necha yildan keyin Amerikaga o'lib ketib, yurak kasali bilanmi bu narsa bilan o'lib ketib, o pullari shuni qilib boshqa qilgan ajoyib o'yinlar bor bu yerda. Mush ishni hozir yaqinmish bir cho'ng xabar bo'lyotdi. Xitoyning ichidami shu, xalqarodami shu. Endi Amerika xabarlaridan yana birisi yaqinda Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinken shu Myunxendagi bexatarlik yig'inida bir nima yig'in muxbirlar yig'ini boshqargan odamniki savoliga javob bergan vaqtida bir gapni qilgan. Shu gap hozir Xitoyning ichida intayin cho'ng xabar bo'lib ketdi. Xalqarodami shu, nima desanglar Blinken bunday degan. If you are not at the table, you are on the menu. Buniki tuz ma'nosi agar siz tamoq ustidagi tamoq yeyotganlarning orasida bo'lmasangiz, ismingiz tamoqning tizimligiga chiqib qolishi mumkin degandek ma'nosi bor. If you are not at the table, you are on the menu. Buni Xitoylar har xil tushuntiryotdi. Uniki yana bir xil tushuntirilishi agar sen go'sht to'g'raydigan pichoq va taxtay bo'lmasang, sen taxtayning ustidagi beliq va go'sht olib qolsan deb undaq tushuntiryotdi. Buni Xitoylarni deb tushuntirdi desa, Amerika dunyoni ikkiga bo'linishga chaqiryotdi. Yoki men taraf tutdi, yoki Xitoy taraf tutdi. Men taraf tutsang, ustalda tamoq yeyotganlar qatorida o'rin olsan, Xitoy taraf tutsang, shu tamoqning tizimligidan ichiga kirib ketsan yoki Xitoysini yeb yetadi degandek. Mush gap bilan bu mush bir so'z endi nihoyatda cho'ng dog'dug'i bo'lib ketdi hozir necha kun mobaynida Xitoyda, dunyoda. Amerika hozir rasmiy Xitoy bilan sovuq urushini boshladi. Buni demaydi, e'tirof qilmaydi. Amaliyotda nurg'un tadbirlarni e'yotdi hozir. Xitoydan mudofialanish. Endi ma gapmi shuning chiqib ketgan gap endi. Asosdagi dunyodagi nima adolatparvar erkin davlatlarni Amerika bilan bir maydonda turib Xitoyga taqobil turishga chaqirishdek bir gap endi. Buni Xitoy bu gapni anglagandan keyin turolmay ketdi. Shunga bu cho'ng xabar bo'lib ketdi, shunga deb qo'ygim keldi. Endi bugun so'zlaydigan 5-mazmun Xitoy xabari. Hozir yaqinda Xitoy o'zi bir dokladni e'lon qilgan. U dokladning mazmuniga asoslangan chog'da hozir Xitoylarniki ishlab chiqargan melaniki miqdori butun dunyo ehtiyojiniki miqdoridan biroz oshib ketibdi. Ya'ni dunyoga faqat 100 dona mashina lozim ekan, ammo Xitoy undan 200 dona ishlab chiqaribdi. Ashta qilib aytibdi. Bu dokladni ko'rgandan keyin Yevropa, Amerika cho'chib ketdi. Andan keyin hozirgi bu nimadan darak bo'ldi desanglar, mushta ahvol bo'lgan chog'da Xitoy o'ziniki melaniki bahosini azolatib, boshqa davlatlardagi o'xshash tipdagi sanoatlarni vayron qilib o'tdi bular. Jiqqib bo'ldi. Masalan, po'lat sanoati deymiz, nurg'un yirik sanoat sohasida Xitoy shu Amerika, Yevropaniki nurg'un zavod shirkatlarini vayron qilib bo'ldi burun. Azamal bilan. Hozir mundaq bo'lishi, hozir yana buni texnik cho'ng ehtimollikqa qarab aytyapti. Ashta bo'g'ashqa Amerika, Yevropa bu qatim bu dokladni ko'rgandan keyin texnik cho'chib ketib, Xitoy bilan tezroq savdo munosabatini uzish, mushtaq mallarniki, azam mallarniki o'zining davlatiga kirib ketishini cheklash sohasida o'ynashga boshladi yaqinda. Yoki o'ynashni texnik kuchaytirishga boshladi hozir. Shunga bu ahvol nega olib desanglar, bu ahvol Xitoy iqtisodiniki vayron bo'lish qadamini texnik tiziltdi. Xitoyda dunyo ehtiyojidan biroz ko'p mol tursa, uni dunyo olmasa, Xitoy qanday qildi? Xitoydagi shirkatlar qanday qildi degan masala oqaqadan chiqish boshlaydi. Yaqinda chiqqan yana bir xabar Xitoyniki Gungan Businiki bujangsi, ministri.
ommaviy bexatarlik ministerligining ministri, Xitoyning ismi Wang Xiaohong ekan. Wang Xiaohong degan Xitoy Vengriyaga berib, Vengriyaniki boshbaqoni bilan ko'rishdi, Zunisi bilan ko'rishdi. Mana gapiga diqqat qilsanglar, Xitoyniki Guanbusiniki ministri Vengriyaniki Zunisi bilan ko'rishdi. Bu intayin g'alit ish. Bu hozir ne qarab ketyapti desanglar, Xitoyda yaqinda saqchi organlariniki huquqiy o'sib ketib boradi. Iqtisodni saqchi organlari boshqaradigan ishlar o'tirib chiqyapti hozir. Mana aslida normal ahvolda Xitoyniki boshbaqoni berib, Vengriyaniki boshbaqoni bilan ko'rishsa to'g'ri bo'ladi aslida. Zungli ko'rishsa unday emas. Xitoyniki ommaviy bexatarlik ministerligining ministri Vengriyaniki boshbaqoni bilan ko'rishyapti. Bu bir ahvol. İkincisi bu yerda yana bir deydiganim, biz yaqinqi yillarda Uyg'urlar intayin do'stsiz qoldik. Mayli Turkiya qarindoshlardan bo'lsin, mayli musulmon qarindoshlardan bo'lsin, endi Vengriyada yashaydigan Vengriya millati onlarniki avlodi endi. Shunga bizniki qon qarindoshlik bog'lanishimiz bor bular bilan. Hozir bu yomon yeri nima desanglar, Vengriya Xitoy bilan birlashib, Vengriya, Xitoy, Rossiya bular birlashib yotadi. Bularning ichida Xitoy bilan Rossiya Yevropa birligining a'zosi emas endi, lekin Vengriya shuning a'zosi. Ashta bo'g'ashqa bir qism muhim xalqaro ishlarda bu Vengriya Xitoy bilan Rossiya tarafida turib olib, Yevropa birligining ishlariga buzg'unchilik qilyapti nashat qanchada. Yolg'iz bu emas. Bu qatim Wang Xiaohong degan Xitoy Vengriyaga berib, Vengriya bilan terrorizmga qarshi hamkorlikni kuchaytirishni o'tirg'a qo'ydi bu. Xitoyniki nədimi terrorizmga qarshi turish salohiyati bor. Bu İran bilan yaxshi, Taliban bilan yaxshi, Rossiya bilan yaxshi, Shimol Koreya bilan yaxshi. Dunyodagi terrorizmchilarning hammasi Xitoy bilan do'st. Mushtaq turib hozir Vengriya mushtaq bir davlat bilan terrorizmga qarshi hamkorlik jihatdagi narsani o'tirib chiqyapti. Odamni intan imsizlantirdi. Bu yaxshi xabar emas. Ashta bo'lsa-mu, hozirgi xalqaro vaziyatning ichida mushtaq bir ish yuz berganligi uchun sizlarga buni deb qo'ygim keldi. Bu hozirgi xalqaro vaziyatni tushunishda belgili paylı uçurlar endi, mazmunlar. Xitoy haqidagi yana bir xabar, mushqatimki Myunxendagi bexatarlik yig'inida Amerikaniki FBI direktori Christopher Wray so'z qilib yerda bir qism muhim narsalar o'tirib qo'ydi. Ularniki birisi hozir dunyo Rossiya, Ukraina, anikin Falastin, İsrailya o'rtasidagi urushlarni ko'ng bo'lyotdi. Bu yerdagi xavfsizlik omillariga buning ichida undan eshib tushadigan yana bir cho'ng xavfsizlik bor. U bo'lsa Xitoy degan narsani o'tirib qo'ydi. Uniki o'tirib qo'ygan konkret mazmunda odamlar Amerikaliklarni qattiq tushirayotgan bir ahvol bor. U nima desanglar, yaqinqi 10 yilniki mobaynida Xitoy Amerikaniki asosiy qurilishlariga buzg'unchilik qiladigan yumshoq detallarni yasab chiqib, bularniki mushtaq yumshoq detallarni Amerikaniki asosiy qurilish sistemlariga o'rnatib bo'lgan. Asosiy qurilish deganimizda energiya, xabarlashish, to'shish, transportation, qatnash, suv, gaz degandek, energiya deganimiz tok torlarımı var, elektrik torlarımı var. Muşlarını başkurduğun yumuşak detallarını ki içige Xitoy bir xil yumuşak detalını kaçılagan. Onun ismi Volt Typhoon diye ismi Volt Typhoon. Yakında Amerika muşlarındaki bazılarını bayqab onu tazladı. Lakin Xitoyniki Amerikaniki asosiy qurilishlarga qaysi darajada muştaq sınıf kirib bo'ldi hozir uqmaydi. Yaqinda Amerika bu jihatda cho'ng tadbirlarni yapyapti. Xitoylarniki mushtaq yumshoq detal sohasidagi hujumini to'sish, o'zini mudofaa qilish haqida. Endi xabarlarda bor. Agar Xitoy bilan Amerika urushib qolsa,
Amerika Iroq bilan urushganda o'tganda aeroplan bilan berib bombalarni tashlab Iroqniki elektr stansiyalar bu degan narsani portlatdi. Bu ishlarni işte bomba tashlabmi portlatqili bo'ladi yoki yumshoq detallar bilan ashundoq narsalarni boshqaradigan torlarni, elektronlik torlarni vayron qilib etib, shu orqali ham buzg'unchilik qilib bo'ladi. Xitoylar bu ishni boshlag'ili 10 yildan eshibdi hozir, ammo Amerika endi bayqayotdi, mana bu bo'lganligini. Bayqab, cho'chib ketdi. Mushqatim Myunxendagi yig'inda Christopher Wray bu ishni o'tirib qo'ydi, dunyoni ogohlantirib, mushtlashlar bo'lyotdi. Xitoyga diqqat qilinglar deb. Ishqi dunyoni Xitoyga qarshi tadbir qo'llashga chaqirdi. Amerika o'z budjeti tadbirlarni qo'lga evatdi. Christopher Wray yaqinda Amerika Kongressida bir qatam isbot bergan mushaqda. Isbot berib, Xitoyniki qaysi darajada Amerikaga singib kirib bo'lganligi, agar urush bo'lib qolsa, qaysi darajada Amerikani vayron qila oladiganligi haqida. Endi bu ishning munosabatga oldi yaqinda yana bir doklad chiqdi Amerikada. Meksiko chegarasidan Amerikaga kirayotgan Xitoylar rekord yaratdi yaqinda. Shu Meksiko chegarasidan kirayotganlarniki eng ko'pi Xitoy hozirda. Acayip ishlar bo'lyotdi. Amerika endiroq bayqayotdi bu ishni. Endi Uyg'urlar biz burilib bildik bunday ishlarni qildiganligini Xitoyniki. Harbiy davlat mudofaasi uchun 800 milliard dollar pul xarjlab ish qilganga qaraganda menda ishlarga bir 8 milliard dollar pul ketishi mumkin bo'lib ketsa. Mana azan qildi. Xitoy buni undan bo'ladi. Shu budjet ishlarni olib burun boshlab qo'ygan bo'ladi. Amerika endi bayqayotdi. Bu qatim Christopher Wray Myunxendagi yig'inda dunyoni ogohlantirdi bu haqda. Endi mana Christopher Wrayniki yamir degan gapi, nima uchun Xitoy Amerikaniki asosiy qurilmalarni boshqaradigan yumshoq detalga o'ziniki viruslarini qachilaydi. Bunun iqtisodiy manfaat bormi? Iqtisodiy manfaat yo'q. Bunday ishlarni qilib iqtisodiyotni foyda qilolmaydi. Birdan bir maqsad halqılık paytda Amerikaniki bütün asas qurilmalarini palash qilib o'tish. İçeydirsiniz suyunuz yo'q, o'tqaydisiniz gazingiz yo'q degandek ashta qilib o'tish. Mush gaplar o'tirib chiqdi mishqatim. Xitoy xabarlariga oid yana bir mazmun Xitoyning iqtisodi yanılamkin tez suratda chekinyotdi. Ba'zi tor xabarlarida deyilishicha Guangzhou'daki 80% şirketler vayron bo'lgan. Potsan deydi Xitoycha. Bankrupt. 80% şirketler vayron bo'lgan. Anındakin hozir yolg'iz shirkatlar emas, oilalarniki iqtisodiy jihatdan vayron bo'lishi mu tiz taraqqiyotda Xitoylarda. Bu oilalarning iqtisodiy vayron bo'lishi, uni inglizcha uni potsan deydi Xitoycha potsan. İngilizce bankrupt deydi. Ailenin iqtisodniki bankrupt bo'lgan ahvollarim bor. Bu qanday ahvol desanglar, sizlarga bir misol ko'rsatib beraman sizlarga. Agar Xitoyda yashayotgan bir odam 5 yilning oldida 3 million so'mga bir uy olgan bo'lib, hozir qadar uyiniki 1 million 200 mingni topshirib qo'ygan bo'lsin. Uningdagi mashina va boshqa mulklarniki qiymati 400 ming so'm qiymati bor desak, bu odamniki qo'ldagi mulk, hozirgi mulk 1 million 600 ming bo'ladi. Agar bu odam ishsiz qolib qolsa, uyiniki qarzini to'layolmaydi. O'sha bilan uyini sotishga majbur bo'ladi. Agar uyingizni sotay desangizmi, bu hozirgi sizdagi mulk jami 400 ming so'm pulunuz var. Uydaki qarzınız yana 1 milyon 400 ming so'm qarzınız var da. Şu bu uyni satsınız mı, o qarzını to'layamaysiz. Xizmatınız yo'q, qarzınız var. Şu ne bulsiz, vayron bo'lsiz degan gap. Hozir Xitoyda mushtaq ahvoliga qarab menayotgan kishilarniki soni shiddat bilan ko'payib ketibdi hozir. Şuna yaqindagi Xitoy iqtisodiyotniki nacharlashishi deganda mushundaq bir omilmi
mushaq bir o'lchamga qo'shilyapti hozir. Chet el mablag'ining Xitoydan chiqib ketish qadimi davomli yangi rekord yaratyapti. 2021-yili Xitoyga kirgan mablag', chet eldan Xitoyga kirgan silingan mablag' 344 milliard dollar bo'lib ekan 2021-yilda. 2021-yil nima bo'ldi desanglar, nima Xitoy biroz nima ochdi haqi. Viruslarning ta'sirini biroz ichib o'tib, Xitoyning iqtisodi endi taraqqi ekan deb eng umidvor bo'lgan bir vaqtda endi. Shu chog'dagi Xitoylar qachon ochdi? 2021-yilda ochdimi, 2022-yilda ochdimi? Ishqilib bu chog'da Xitoyni xil umid kutayotgan vaqt ekan, chet ellarniki. Shu yilsi mablag' sog'an mablag'niki qiymati 334 milliard dollar bo'lib ekan. O'tgan yil 2023-yili bir yilda sog'an mablag' 33 milliard dollar bo'ldi. O'tgan yil qisi 2021-yildakiniki 10%ga yetmabdi. Bu 33 milliard dollar pul Xitoyga 1993-yildan bu yanqi kirayotgan mablag'ning ichidagi eng oz ekan. Ya'ni hozir 30 yilning mobaynida o'tgan yil Xitoyga kirgan mablag' eng oz bo'ldi. Andan keyin o'tgan yil 7-oydan 9-oygacha bo'lgan bir fasl ichida Xitoyga kirgan mablag' Xitoydan chiqib qolgan mablag'dan ozlab ketibdi. Ya'ni pul oz kirib chiqib boribdi deydi. Aşta bo'lganda Xitoyniki iqtisodiy holi hozir intayin nachar. Bu yerda ishlar davomli egilishmayotadi. Andan keyin yaqinda Xitoyda yuz berayotgan yana bir cho'ng hodisa nima desanglar, hozir cho'ng tipdagi davlat egiligidagi korxonalar o'zining korxonasining ichida askeri qo'shin barpo qilyotadi. Qo'g'irg'uchilar, qurolliq. Buniki ko'lami nihoyatda tez sur'atda kengayapti hozir. Bu nima ish desanglar, Xitoyda hozir nihoyatda cho'ng andisha bor. Cho'ng qilamqancha chiqish andishasi ashta bo'lib qolsa, cho'ng shirkatlar o'zimiz qo'daymiz deb ishga jihatdan askar barpo qilib bo'ladi. Buni markaz bilmamdi desanglar biladi. Buningga markazmi biroz rag'batlantirayotgandek qiladi. Hozir beshga kelayotgan kunni ko'rganlik uchun. Amaliyotda bu yangilik emas Xitoyda. Feng Chao tajribasi degan bir tajriba Xitoylarniki. U nim tajriba desanglar, qilamqanchiq kelib chiqqan chog'da uni shu qilamqanchiq kelib chiqqan yerning uzdilamkin bistirib o'tish. Uniki sirtqi kengayib ketishniki oldini qattiq elash. Bu Xitoyda burun bu boqqan bir ishkan. Buni shuni Feng Chao tajribasi deb ataydi ekan. Hozir shu tajribani boshqa qaytadan ko'tarib chiqib, yo'l qo'yib turibdi. Demak, hozir markazmi, Xi Jinping degan jallodmi Xitoyda mustaq bir cho'ng qalamqanchiq kelib chiqishi mumkin deb shuni tayyorlik qilib turibdi hozir. Mana bu cho'ng shirkatlarniki o'z oldiga askar barpo qilishi shuni tayyorligi endi. Ashta bo'lib qolsa, cho'ng to'polonlar bo'lib ketsa, buni shu yerning uzlam bir tarafga o'tish. Sirtdan kelgan saqchi harbiylarga qarab turmaylar mumkin. Mana ishlar bo'lyotdi. Buni yaqinda Amerikada cho'ng xabar bo'lib chiqdi. Xitoyda xabar bo'layotgan bir mazgil bo'lib qoldi hozir. Men bilgan so'zlarga asos mazmunlarimiz shu. Endi oxirida bir deydigan narsa yuqorida ko'rganlardek Xitoy hozir Xitoyning iqtisodiy ig'ir darajada talishmayotdi. Endi Xitoyda bir cho'ng qalamqanchilik yuz berish, Xitoy hokimiyatining og'dirilish mustaq nasriga qarshi tadbirlarni qo'llayotdi, tayyorlik qilyotdi. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotlar aslida mushu zehnini mush ishlarga yig'ish kerakdi. Hozir nurg'un analizchilar, Xitoy analizchilari agar Xitoyni bir cho'ng kemaga o'xshatsak, bu kema cho'kishga boshladi. Suvning ostiga qarab mongdi deyotdi. Xitoy hukumatimi men yuqorida degandek tadbirlarni qo'llayotdi. Cho'ng qalamqanchiq chiqsa qanday qilamiz degan narsaga qarta. Men yaqinda bir so'rinda bir taklif berdim. Maxsus adam ajratib,
agar Xitoy Kompartiya hukumati ag'dirilib Xitoyda cho'ng qalamqonchilik yuz bersa, Uyg'urlar qanday qilish kerak? Shu chog'da Uyg'urlar qanday fursat keladi? Mushunga hozirlam individuatdan tayyor qilish kerakdi. Bir qism odamlarni ajratib, agar o'zimizniki kuchi yetishmasa bunda cho'ng temaga Amerika, Yevropa, Yahudi dunyosi ashiyalardagi mutaxassislarni taklif qilib, shularning fikrini o'qish kerakdi. Xitoyda cho'ng qalamqonchilik yuz bersa, Uyg'urlarga qanday fursat keladi? Unda qanday foydalanish kerak? degan narsani dedim. Uni men bugun mishadim deb qo'yay dedim. Nimishqa degan chog'da Xitoyniki ahvoli hozir aniq. Bu kemi cho'kyotdi suv qarab. Cho'qim cho'kadi bir kunisi. Qancha yil qachonga bo'ladi bu bularni tarjima bilan bilmaymiz, ammo cho'qim shu tarafga ketyapti hozir. Unda qutilish tas. Hozir Yevropa, Amerika bo'lgansida Xitoyga qarshi birliklar qurib Xitoyni mudofaalash tadbirlarini yapotdi. Shunga mushjatni izlanish kerakdi chet eldagi Uyg'urlar. Lekin biz nima bilan aldirash hozir? Chet eldagi Uyg'urlar nima bilan aldirash? Nima ishni qilyapmiz? Chet eldagi Uyg'urlarniki chet eldagi Uyg'ur jamoat ichidagi eng chong tema nima hozir? Men aslida hamishaga chekva deb o'ylaydim. Yaqin ba'zi chog'larda ahmoqlikning cheki yo'q ekan deb o'ylab qolgan bo'ldim. Ish qilib Uyg'urlar aqlni ishlatib ish qilishni o'rganish kerak. Biz shuni o'rganmaguncha o'zimizning taqdirini o'zgartira olmaymiz. Aql bilan ish qilishni o'rganmaguncha o'zimizning taqdirini o'zgartira olmaymiz. Men bugungi leksiyani bu gap bilan oxirlashtiray. Amsa bo'ladi. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.